Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Sizlar bilan har doimgidek Jamish Chimgan. Bugun yangi yil arafasida sizlar bilan yangi traktorlarni obzor qilamiz. Mana hurmatli obunachilar, 26-yil ham yaqinlashib qoldi. Hammanglarni yangi yil bilan Chimgan guruhi nomidan tabriklaymiz. Hammaga 2026-yil mana shunaqa traktorlardan nasib qilsin. Bo'lmasam kelinglar, obzorlarni boshlaymiz. Bugungi modelimizda GD 404 modeli. Bu traktorimiz 4 ta portion 46 kuchi GD 404 modeli. Tashqi bortovoy traktor hisoblanadi. Yangi modellardan hozir aylanib o'tamiz. Hammasini ko'rsataman. Balonlari ham shiroki balonlardan taqilgan. Oldi 8 ga 3 20, orqasi esa o'sha 11 ga 2 28. Kelinglar. Traktorimizni shu eng qiziq joyi, hammaga shu palovoz traktorimi, bortovoy traktorimi so'rashadi. Bu traktorimiz tashqi bortovoy traktor. Mana kelib ko'rsanglar bo'ladi. Mana toshlari turibdi. Yangi modellardan kimga shunaqa traktorlar qiziq bo'lsa, bizga aloqaga chiqsin. Bilasizlar, tashqi bortovoy traktorlar faqat Chimganda, boshqa zavodlar olib kelmaydi buni. Faqat biz olib kelamiz. Qolgan joylari o'sha пониженный, повышенный. Bunda lekin reversi yo'q. O'sha 8 ga 2 hisoblanadi. 4 ta oldiga, 4 ta orqaga emas. 4 ta пониженный, 4 ta повышенный, 2 ta oldiga, 2 ta orqaga, o'sha пониженный, повышенный orqaga. 8 ga 2 xullas. 8 ga 8 emas. Kelinglar. Reversiyada shu 8 ga 8 bo'ladi-da, 4 ta oldiga, 4 ta orqaga ketaveradi. Bunda mexanika korobka xullas. Sidenalarini ham ko'rsanglar bo'ladi. Prujinali, chuqur-puqurlarga tushganinglarda bunaqa otib yormaydi, sakrab maza qilib ketasizlar. Rullari ham sal balandroq. Buni bir xil klientlarimiz kelib uje ko'rishdi ham. Shu ozgina balon deyishdi, no bog'ligi lekin bo'ladi menimcha. Bu traktorimizni baki bu yerda joylashgan. Qolgan mana bu 5 kabina traktorlarimizniki bilsanglar shu motor mana bu ichki tomonida joylashgan bo'lardi. Buni mana shunaqa yoniga qilishibdi. Ko'rsanglar bo'ladi. Bak hajmi shu 35-40 litr salarga ketadi. Salarga tanlamaydi, bemalol ishlataverasizlar. Qator oralig'i o'sha 60-70 ga tushadi. Hozir shu turishi menimcha 60, chapa qilsangiz 70 bo'ladi. Toshlari ham bor. Xullas, kelinglar, ko'ringlar, olib ketinglar. Hurmatli obunachilar, bu traktorimizning narxi $10.500 belgilangan. Kimga qiziq bo'lsa, pastdagi raqamlarga aloqaga chiqinglar.
Mana hurmatli obunachilar, test drive'larni ko'rdinglar. Kimga shunaqa traktorlar kerak bo'lsa, pastdagi raqamlarga aloqaga chiqinglar. Yangi yillarni yangi traktorlar bilan qarshi olishinglarga ko'makdoshimiz. Chimgan O'zbekiston hosilingiz kafolati.